Yaraga bitta e'tibor bering. Shu yarani ichida ko'zlari bor ekan, shig'izlaganmi. Buni Hindistonda davosi bor ekan, $30,000 mablag' ketar ekan. Shu ko'zni tiklab bu yarani olib berar ekan. Alloh uchun Janobi payg'ambarimiz rahmatlarida menga yordam beringlar. Ayolim meni qiynalib ketdi. Meni yolg'iz qoldirmang. Iltimos tiladim. Nima qilishni ham bilmay qolyapman. Ayolimga ming rahmat. Shu holatimga kecha kunduz oldimga kapalay. Uylari yo'q, sotgani hech vaqosi qolmagan. Ayollari va 8 oylik yaqinda farzandli bo'lishgan ekan. Hozir ro'zg'or oyida terib atgani bir so'm pullari qolmagan. Ya'ni qarzga kirib ketishgan. Ey Allohim, o'zing bilib ko'ribsan meni holatimni. Iltimos menga yordam ber Allohim. Shu 8 oylik go'dagim uchun, ayolim uchun iltimos sendan menga ihson qilganlarni Alloh jannat bilan siylasin. O'zi Ramazon oyida menga bir